Alaykum vatandoshlar. Mana shu farzandim jigar saratoni bilan kasallandi. Shunga mablag' kerak, Hindistonga olib borishimiz kerak. Qo'ldan kelgancha yordam berishlarini so'rayman. Mana shu yordam beradigan hammasini Alloh rozi bo'lsin hammalaridan. Qo'ldan kelgancha yordam qilishyapti. Hammalariga rahmat. Oxirroq ekan. Toshkentga olib Toshkentga olib borib, doktorlar tashxis qo'ygan demak. Doktorlar shunday tashxis qo'yishdi. Bu amaliyotni o'zimizda qila olmaymiz, siz Hindistonga olib boringlar deyishdi. Tushunarli. Shuning uchun qo'ldan kelgancha imkoniyat darajada nasib bo'lsa yordam qilsa yaxshi bo'lib ketadi Muhammadjon. Ko'rmaganda. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana bugun Qashqadaryo viloyat Kasb tumani Ramot qishlog'iga tashrif buyurganmiz. O'sha Muhammadjon xonadonlariga. Muhammadjon 12 yoshda. Hozir o'sha jigar bo'yicha sal muammo bo'lyapti. Sababi o'sha Hindistonga olib borish kerak ekan. O'sha mablag' yetarli emas. O'sha saxovatpesha aka-uka, opa-singillarimizdan o'sha qo'llab-quvvatlashlarini so'rab qolamiz. O'sha kartalarni ham qo'yamiz. Описаниеda faqat описаниеsiga qo'yamiz. Bemalol bog'lansangizlar, ular telefon raqami bo'ladi. Onalarniki. Keyin gruppalarni ham qo'yamiz. Bemalol agar siz Qashqadaryodan bo'ladigan bo'lsangiz, lokatsiyalar ham bo'ladi. Kelib ko'rib o'zlariga o'sha ehson bo'ladigan bo'lsa, masalan, berib ketsangizlar bo'ladi. Qo'ldan kelgancha 10 ming, 20 ming yordam qilsangiz juda ham xursand bo'lamiz. Sababi hozir pul zarur. Keyin agar imkoniyat bo'lmagan darajada duo qilib qo'ysangizlar yoki bo'lsa o'sha ehson qilaman deb yurgan aka-uka, opa-singillarimizga mana joy bemalol o'sha ehson qilsangizlar bo'ladi. Nasib bo'lsa Muhammadjon ham tuzalib ketsin. O'sha ota-onasi orzu qilganda yigit bo'lsin. Niyat qilganlar o'sha do'stlarga ulashinglar. Podritsa qilib bemalol o'sha karta raqamlar bo'ladi. Aloqaga chiqaverasizlar. Telefon raqami ham bo'ladi. Agar siz Kasb tumani o'sha Qashqadaryo o'zidan bo'lsangiz, imkoniyatingiz bo'lsa, kelishga bemalol lokatsiyalarimni qo'yib beramiz. Telegramga o'tib kelib ko'rib ketaversangizlar bo'ladi.